Xo'p. Ehsonning yangi videosi chiqdi. O'zimizdan karta nomeri qo'yib Instagramga tarqataveraman-da. Charchamayapsizlarmi? Yangi Ehsonning videosi-ku. O'xshabdi. Ha, qo'ymaysan. Muhammad qani? Muhammad ko'chada ishlarni qilyapti. Aka, assalomu alaykum. Telefondan shundan foydalanasan bo'ladimi? Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz shundan telefoningizdan foydalanasan bo'ladimi? Bemalol. Telefonim zaryadkasi tugab qoldi, o'rtog'im kelishi kerak edi, kutib shundoq aka. Alo o'rtoq. Sen aytgan joyga keldim. Qanchada kelasan? 2 sekund. Qanchalik deysan? Kod ber. 33 47 65. Ketur bo'ldi. Bo'l, shu yerda bo'laman, tezroq kelarsan. Aka, rahmat kattakon. Salom. Yaxshi ko'rsanglar, charchamang. Shu bankomatdan o'zidan kartalarni necha bo'lmaydi? O'zimizni kartadan yechadigan bo'lsa, biri deganda qo'lga tushamiz. Mana, odam keldi. Bor. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Iltimosim bor edi sizdan. Xo'sh. O'rtog'imdan qarz so'radim. Kartam blokda edi aksiga olib. O'shanga kartangizdan shunday foydalanib turibsiz, kartangiz yetib tursiz, pul tushirsiz. Naqd pul hech bera olasizmi? Iltimos, yordam qilsangiz bo'lardi. Bemalol, aka. Rahmat aka. Shunda o'rtog'imga ham telefon qiling, karta nomeringizni aytib turaman aka. Hop. Karta nomeri aytib turaman o'rtoq. 8600. Aha. Hop. Bo'ldi. O'tdi. Aka, mana. Aka, rahmat kattakon. Yordam qildingiz, sog' bo'ling. Rahmat. O'xshadimi? O'xshaydi. Yaxshi. Bugun ish zo'r bo'ldi lekin. To'g'ri. Yomon bo'lmadi. Lekin bunaqa mayda ishlar bilan o'ralashish jonga tegdi. Mana pul topganmiz-ku. Kattaroq ishga o'tish kerak. Bu ahvolimizda qanaqa katta ish qilamiz? Menda zo'r ideya bor. Hali yangi o'kis. Yomon emas. Yashasa bo'ladi. Bu firmaga yangi rahbar topish kerak. Topamiz-da. Undan tashqari ertaga yangi qurilayotgan obyekt topasan. Menda bitta variant bor. Hop, obyekt topdi. Lekin o'zidan bo'lmagan obyektni kimga qanaqa sotamiz? Shapka o'yinini boshlaymiz. Kelishdik-ku aka. Kerak bo'lsa o'zim chaqiraman. Kim bu odam? Firmaning yangi rahbari. Tushuntirdingmi hammasini? Tushunda hammasini. Pulini olib tursa bo'ldi. Tinchimsan? Topdingmi obyekt? Yangi qurilayotgan mahalladan uchastka topdim. Prorab ham yaxshi bola ekan. Muammo bo'lmaydigan qilib gaplashdingmi? Puliga kelishib oldik. Bemalol odam olib borib ko'rsatsak bo'ladi. Joy adresini Muhammadga aytur. Ertadan klientlarni olib boraversin. Bu bitgan uchastkamiz. Bu hovlisi ko'rib turganingizda, buni qizuv daraxt orqasida yana bitta katta hovlisi bor. Ichki remontlarni xohlagan dizaynda biz siz qilib topshiramiz. Agar bugun to'lov qiladigan bo'lsangiz, mebel va texnikalar bizning kompaniyadan sizga sovg'a bo'lsin. Mayli, yoqdi. Olaman.
olamiz. Birato'la narsani yig'ishtirib keldim. Ne, tinchlikmi? Ofis atrofida bir ikkita begona odamlar o'ralashib yuribdi. Значит, уже ketimizga tushishgan. Sef esdan chiqmadim, tozaladingmi? Hammasi shu yerda. Ularni tashlab ketib bo'ladimi? Yaxshi qilibsan. Bu yog'iga ehtiyot bo'lib ishlatib turamiz. Bekitib o'tib kelamizmi bunga? Ha, o'sha yoqqa boramiz hozir. Botir qo'ydi. Alo. Ofisda borishdi. Nima? Ofisda. Ofis boshida. Hayda. Nima qotdimami? Assalomu alaykum aka. Kel o'tir. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi ketyapti. Qiynalmayapsanmi? Rahmat, hammasi joyida aka. Aka, mana bitta ish topib sizga yordamlashsam dedim. Bitta o'zingiz qiynalib ketdingiz. Sen o'qishing kerak. Onamlar seni o'qimishli bo'lishini xohlaydilar. Qanday yordam bo'lsin dedim-da. Onamlarni ham operatsiyalarga pul yig'ishimiz kerak-ku. Yo'g'im sen o'ylama. O'zim bir amallayman. Bitta mana bir ish ketdim. Sen ham o'qishingga kech qolma. Onam больницада ekanlar deb darsingdan keyin ko'chada daydib yurmagan. To'g'ri uyga kelib ishlaringni qilgan. Hop, aka. Botir aka, Vov! ketmaysizmi? Yo, men bugun no'chkam qolaman. Bo'ldi aka, yaxshi ishlang. Yaxshi dam olinglar, mayli. Aka, men o'qishga ketdim. Choyingni ichmadingmi? O'qishni ichib olaman. Ochurmagin. O'rtoq kecha hamma stavkalar o'xshadi-yu, mana shu tars jackpot bo'lib ketdi boru. Menda o'xshamadi. Men normalniy pulim oqib ketdi. Men aytgan promokodidan kirishing kerak edi. Aytganimni qilmading shuncha. Tak zo'r vaziyatlar bor bugun ham o'rtoq lekin. Tinchmisanlar? Student, qalaysan? O'qishgami? O'qishga O'qib zerikib ketmadingmi? akamga aytayapman, qo'ymayaptilar, o'qiganda otdilar. Akangga aytib o'tirishadi. Hozir soqqa topadigan payti telefonda pul topsa bo'ladi hozir. Mana kecha ham komandalarga stavka qiluvdim, hammasi o'xshadi bor. Normalniy pul ko'tarib oldim. Men bu narsalarni tushunmayman-da, o'rtoq. O'rgataman muammoyu. Puling bormi? Tikishga pulim yo'q-da. Pul muammo emas u. Onlayn kreditni 5 minutda olasan, stavkani qilaverasan. To'qtunda menga o'rgatlaring. Bo'ldi o'rtoq, ketdi. Shu ruletkada o'zi jonona bor, bitida ko'tarasan hozir. Oo, mana 50 million beryapti, qara bank. Zo'ri ol uni. Feyzadigan otisi Va qara. Sen qizilni olsan, lekin qoraga Yo'q, tushyapti. hozir ketma-ket qora tushdi, hozir qizil tushdi. Qara, seni gaping bilan qilamiz lekin. Berdi 50 million. Bo'ldi, kir biz aytgansan, kir. Qizilmi? Ha, qizilga Hop, uramiz. qizilga qo'y. Qizilga qo'ysan. Mana shunga. Ha, qizilga. Ketdi mana. Bo'l. O't, men aytdim. Birinchi omadli keldi. Ko'rganlaring. Son egani, вообще pulni tortish. Boyvachcha, bugun o'tirish sizda endi. O'tirish mendan bo'lsa bo'pti, bitti. Ishlayman buni. Ketdi hozir bo'lsa hozir. Kecha lekin vash kayf ko'payib ketdi bori. Gapirma, bosh shunaqa og'riyapti. Nima beruvding o'zi? Topsak bo'ladimi o'sha narsadan yana? Bo'ladi, pul o'tkazsa, lokatsiya beradi. Kechqurun borib olib ketamiz. Bo'ldi, puldan muammo yo'q. Mana mashti bergan lokatsiya, qarang. Hozir. Mana topdim. Mana topdim. Bu. Ketdi. Ketdi bo'ldi. To'xta. Yaxshi. Qattiq yuribsan? Soatga qaradingmi? Telefoning ham o'chiq. Shu betang o'rtoqlaring bilan yuribsan yana? Yo'q aka, Ichganmisan? ichmaganman. Qadamingni o'ylab bos. Onamanta больницada yotibdilar. Operatsiyani qancha tez qilsa shuncha yaxshi. Aka, hali hamma zo'r bo'ladi.
Bor kirib yotganman, sen bilan ertalab gaplashaman. Ha, настроение. O'rtoq, hamma pulga oqib ketdim-da, bittada bor-ku. Hammasigami? Hammasiga yetmaganiga bo'lgan bankdan ham kelib pulni so'rab ketdi kreditni. Yaxshi akam yo'q edi, o'zim amallab ketkizib yubordim bor-ku. Bugun amallab ikkita pochka topib ber, zo'r o'yin bor, tikishim kerak o'rtoq menga. Ikkita pochka kichkina pul emas lekin. No bitta odam bor, u pulni berib turadi. Aha. Faqat ответiga o'zing turasan. O'rtoq javob olsa bo'ldi bugun. Bo'ldi, gap yo'q lekin.